Bo'yin va bel og'rig'ini uy sharoitida yengillashtirish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz. Iliq kompress 15-20 daqiqa, kuniga 2-3 marta. Yengil harakatlar, uzoq vaqt yotib qolmasdan sekin yurish va ehtiyotkor cho'zilishni tavsiya etamiz. To'g'ri holatda o'tirish, telefon yoki kompyuterga uzoq vaqt egilib qolmang. Uyqu, juda baland va juda past yostiqdan saqlaning. Bo'yin tabiiy holatda bo'lsin. Og'ir yuk ko'tarmang va og'riqni kuchaytiradigan harakatlarni vaqtincha cheklang. Agar sizga mos bo'lsa, dorixonadagi oddiy og'riq qoldiruvchi vositalar yordam berishi mumkin. Lekin oshqozon yarasi, buyrak, jigar muammolari, homiladorlik yoki boshqa dorilar qabul qilinishi bo'lsa, avval shifokor va farmatsevt bilan maslahatlashish kerak. Muhimi, og'riq qo'l yoki oyoqqa tarqalsa, ushish, kuchsizlik paydo bo'lsa, siydik yoki najasni nazorat qilish qiyinlashsa, isitma bo'lsa yoki og'riq, yiqilish jarohatdan keyin boshlangan bo'lsa, tezda tibbiy yordamga murojaat qilish zarur.